Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklardan bahramand bo'lish uchun bizni kuzatib boring. Po'lat Bobojonov Ichki ishlar vazirligi rahbarligidan ketdi. U 2017-yil sentyabrdan buyon O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimida ishlayotgandi. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bo'rozoqovich Bobojonov lavozimidan ozod etildi. Po'lat Bobojonov 1961-yil 1-yanvarda Xorazm viloyatida tug'ilgan. 1982-yil Toshkent davlat universitetini tamomlagan. Shundan keyin Xorazm viloyati prokuratura organlarida ishlay boshlagan. U 1992-1999-yillarda Bog'ot tumani hokimining birinchi o'rinbosari va Xorazm viloyati hokimi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. 1999-yilda prezident administratsiyasi ishga o'tkazilgan. 2000-2011-yillar davomida prokuratura organlarining rahbarligi lavozimlarida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari, Bosh prokuratura huzuridagi departament boshlig'i, Jizzax va Buxoro viloyati prokurori lavozimlarida xizmat qilgan. 2011-yilda